O'zi tonerlarni qo'lda surish kerakmi yoki vatni disk bilan artish kerakmi? Keling sizlarga hatto kosmetika sotuvchilari ham bilmaydigan mana shu oddiy texnikani o'rgataman. Kosmetikada tonerlardan ikki xil usulda foydalanishadi. Birinchisi qo'lda surish bo'lsa, ikkinchisi vatni disk bilan artish. Agar sizni toneringiz namlantirishga yoki tinchlantirishga mo'ljallangan bo'lsa, quyuqroq bo'lsa, essens variant bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam tarkibida gialuron, seramidlar yoki sikaga o'xshagan tinchlantiruvchi ingrediyentlar bo'ladigan bo'lsa, bu turdagi tonerlarni qo'lda surish tavsiya qilinadi. Sababi bu ingrediyentlarni teri shimib olishi kerak, vatni disk emas. Agar sizni toneringiz terini tozalashga yoki eksfoliatsiya qilishga mo'ljallangan bo'lsa, yoki bo'lmasam tarkibida AH, BH yoki LH kislotlari yoki mindarli kislotalar bo'ladigan bo'lsa, bu turdagi tonerlarni vatni disk bilan artish tavsiya qilinadi. Bundan maqsad eski o'lik hujayralar va poralarni tozalash. Oddiy qilib aytganda namlantiruvchilar qo'lda suriladi, tozalovchilar bo'lsa vatni disk bilan artiladi. Agar mana shu oddiy narsani hali ham bilmayotgan bo'lsangiz, hoziroq menga obuna bo'ling, chunki kosmetika sohasida o'rganishingiz kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p ekan.